Bo'lajak kelin-kuyovlar uchrashuvga chiqqanda nimani gaplashishni bilmaydi prosta. Nimalarni so'rash kerak ekan aka? Birinchi navbatda chegarani belgilab olish. Siz erkak kishi sifatida sizni qizil chizig'ingiz qayerda? Siz nimalarga chidab bera olasiz? Ayol kishini qaysi xatolarni kechira olasiz va qaysilarini kechirmaysiz? Yoki bo'lmasam ayol kishi sifatida erdan nimalar kutyapti? Nima qilsak oilamiz buziladi degan savol bilan oila qurishni boshlashlik kerak. Olib bormaslik uchun. Farzand tarbiyasi haqida gaplashishlik kerak. Keyin sizni xursand qiladigan narsalar nima? Haligi xijolatchilikni chetga surib qo'yish kerak-da, umr savdosi paytida. Bunday qilib faqat yerga qarab, bunday qiladigan bo'lsa, unda insonni kashf qilmaydi. 2 soatda siz ham mana zo'r rol o'ynab beramiz. Idealni inson bo'lib bera olamiz-da. Shunaqa. O'sha paytda shunda, uzr, mana sizga savollar, menga aniq, konkret javob bering deb turib. O'shanda zo'r bo'ladi. Bo'lajak kelin-kuyovlar uchrashuvga chiqqanda nimani gaplashishni bilmaydi prosta. Nimalarni so'rash kerak ekan aka? Birinchi navbatda chegarani belgilab olish. Siz erkak kishi sifatida sizni qizil chizig'ingiz qayerda? Siz nimalarga chidab bera olasiz? Ayol kishini qaysi xatolarni kechira olasiz va qaysilarini kechirmaysiz? Yoki bo'lmasam ayol kishi sifatida erdan nimalar kutyapti? Nima qilsak oilamiz buziladi degan savol bilan oila qurishni boshlashlik kerak. Olib bormaslik uchun. Farzand tarbiyasi haqida gaplashishlik kerak. Keyin sizni xursand qiladigan narsalar nima? Haligi xijolatchilikni chetga surib qo'yish kerak-da, umr savdosi paytida. Bunday qilib faqat yerga qarab, bunday qiladigan bo'lsa, unda insonni kashf qilmaydi. 2 soatda siz ham mana zo'r rol o'ynab beramiz. Idealni inson bo'lib bera olamiz-da. Shunaqa. O'sha paytda shunda, uzr, mana sizga savollar, menga aniq, konkret javob bering deb turib. O'shanda zo'r bo'ladi. Bo'lajak kelin-kuyovlar uchrashuvga chiqqanda nimani gaplashishni bilmaydi prosta. Nimalarni so'rash kerak ekan aka? Birinchi navbatda chegarani belgilab olish. Siz erkak kishi sifatida sizni qizil chizig'ingiz qayerda? Siz nimalarga chidab bera olasiz? Ayol kishini qaysi xatolarni kechira olasiz va qaysilarini kechirmaysiz? Yoki bo'lmasam ayol kishi sifatida erdan nimalar kutyapti? Nima qilsak oilamiz buziladi degan savol bilan oila qurishni boshlashlik kerak. Olib bormaslik uchun. Farzand tarbiyasi haqida gaplashishlik kerak. Keyin sizni xursand qiladigan narsalar nima? Haligi xijolatchilikni chetga surib qo'yish kerak-da, umr savdosi paytida. Bunday qilib faqat yerga qarab, bunday qiladigan bo'lsa, unda insonni kashf qilmaydi. 2 soatda siz ham mana zo'r rol o'ynab beramiz. Idealni inson bo'lib bera olamiz-da. Shunaqa. O'sha paytda shunda, uzr, mana sizga savollar, menga aniq, konkret javob bering deb turib. O'shanda zo'r bo'ladi.